O'qituvchilik bu bizni borlig'imiz, ya'ni hayotimiz mazmuni desak bo'ladi. Avvalo darsga kirayotganda o'quvchini unga dars berish uchun, faqatgina dars berish uchun emas, uni ruhiyatini, uni nimani o'ylayotganligini, nimani his qilayotganligini sezib turgan holatda u bilan ishlash demakdir. Ya'ni ustoz deganda ham unga bilim berib, ham u bilan yaqin sirdoshlik gaplashish, suhbatlashish kerak. O'qituvchilikni tanlaganimga va shu faoliyatda ishlayotganligimga 10 yildan oshib qoldi va bu orada juda ko'plab o'quvchilarni o'qitdik, ta'lim berishga harakat qildik, o'qishga kiritishga harakat qildik. Shu bilan bir qatorda ulardagi o'zgarishlar, ayniqsa 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan o'quvchilardagi o'zgarishlarni yaxshi tomonga o'zgartirish yoki bo'lmasam o'sha o'zgarishlarni bilib turgan holatda u bilan yaqindan ishlashga harakat qildik. Hozirgi kunda Qosimov xususiy maktabida ona tili va adabiyotdan dars berib boraman. Men o'ylaymanki, o'qituvchilar, har bitta ustoz bolani ham bilimi va bundan tashqari uni ruhiyati bilan ishlash kerak va darsiga qiziqtira olish kerak.